Uyg'ur yozuvchilari Hoji Mirzahid Kerimi Savud Davudlarning Millatlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Saidixon nomli romani. Bu roman Biliqut shirkatida ovozga elinib, Biliqut to'rida anglatildi. Hasan Barlasning o'ldirilishi Sultan Ahmad Xon askarlarining safida ansizlik paydo qildi. Qani, qaysi botur Hasan Barlas uchun intiqom oladi? deb farqirdi qahri bilan Ahmad Xon. Manaman. Maymunbek laqamli sardori ot yugurtib oldiga chiqib, Cho'ngxondan ijozat so'radi. Uning asli ismi Qora Sulton bo'lib, yuz ko'zlarini qop-qora tuk besib ketgan odam edi. Bor, Allohga topshirdim seni, dedi Sulton Mahmud Xon. U ot chepib borganicha ingishib, 10 tillani terib oldi. Shayboxon, bergan ustingga rahmat. Endi bu me'lonning o'limi uchun isqot tayyorlab qo'y. Qora Sulton ko'zlarini parqaritib turgan Shayboni Xon talvini qarab so'zini davom qildi. O'lib ketishingdan burun ot yo'lingni davom, bo'lmasa pushaymonni olg'il qochib topolmay qolsan kolla. Ko'rmagan bo'lsan ko'rib ol, bilmagan bo'lsan bilib ol. Palovoni jahod, janglar aro arslan, olam kezar yal topab, fidokori Shayboni Xon İlyas Abdul Quddus Bahodir bo'laman. Yurtim Buxoro, kasbim Nayzivas, o'zingga ogoh bo'l. U so'zlab etib, nayzini osmonga otdi. Qora Sulton dushmanning avval qo'l silishini kutib, pisandiga ilmagan qiyofatda turdi. Uni yerdan terib olgan 10 tilla mag'rurlantirib qo'ygan edi. İlyas pirqirab tushgan nayzini o'ng qo'lda tutib elib, Qora Sultonning geriga tiqmoqchi bo'lib edi, u beshini egarga qo'yib o'zini qochirmoqchi bo'ldi. Fursatni g'animat bilgan İlyas chaqqonlik bilan uning dumbisiga nayza urdi. Savud qarg'a yaramadi. Nayza ko'krak qismini teshib o'tib, egarga ham sanjaldi. Qora Sulton qilganicha qing'iyib otdan yiqildi. İlyasning otdan tushib, uning qo'ynidagi hiraqa 10 tillani oldida jiringlatib etib o'ynab. "Menga mas bu bayroqni tortib oladiganlar yana bormi?" deb farqirdi. Babur Mirzo Cho'ngxon oldida kelib tizlanmayla qo'llarini ko'ksiga elib dedi. "Xonada, menga ijozat ber. U mal uning hayot chirg'ini o'zim o'chiray." Ikki botirdan ayrilgan Sulton Mahmud Xon yuragi echishib o'tirolmay qolgan edi. Uning egitchisining bu o'g'liga ruxsat qilg'isi yo'q edi. Babur Mirzoning jasoratli qomatiga vujudidan urg'ib turgan qo'rqimsizligi qoyil bo'lib, "Bor o'g'lim, Xudo sana o'zi madad qilsin", dedi. Babur Mirzo ham quloq nayza olgan edi. Udul barganicha, "Teypas qo'l, sen xo'jayining so'ngak tashlagandek tashlab bergan osh 10 tillani bayliq sanamsan. Men u bayliqni emas, jiningni Azroilga topshiriq qilib keldim. Qani, ur nayzangni", dedi u bir qo'li bilan etining tizginini tartib, yana bir qo'ldagi nayzini İlyasga ko'z-ko'z qilib. Chiroyli bachcha, sen bizga cho'rdiki yaraydi ekansan. Sana nayz urmayman. Ot ustidan yulib elib, o'g'loqda teqimimga bostirib elib ketaman." İlyas uningga qo'l uzatdi. Babur Mirzo nayzini İlyas mingan chilan to'riqning biqiniga tiqivatdi. Qattiq og'riq ichib yolmagan ot oldi putlarini egiz ko'tarib ikki qatim qattiq chapchidi va santurilib yiqildi. İlyasning bir puti otning ostida qoldi. Babur Mirzo qilchini g'alabdan sug'urib, İlyasning bo'g'in-bo'g'in bo'lib ketgan gadiniga urdi. Tandan ayrilgan kalla sakrab Babur Mirzoning etini urkitibdi. U tizginni qattiq tartib, to'piq melangan ko'zi ochiq kallaga shundoq ko'zlanib, teni shurkingandek bo'ldi. U etini Udul Shaybon Xon bargohi oldiga choptirib bordi. "Amir Temurning avlodi xos boturlik qildi. Xorazmning shohligi mangu sana mansub. Shaybon Xonga o'zingni tetig'ida aytsan." Sulton Mahmud Xonning amir baylari qattiq varqirishib, uningga madad berdi. Bu navrakam haqiqatan botur ekan. Basti o'zidan bir has cho'ng dushmanni yer ishlatdi. Uning rahmatini jangda aytaman degan rost ekan. Men qoyil bo'ldim. Shunday o'ylagan Saidixon bir necha navkari bilan ot choptirib maydonga kirib, Babur Mirzoga yiroqdan ko'z telib turdi. Shayboxon,
dedi Babur Mirza 50 qadam arlıq qalğanda to'xtab. Özüngni mardlardan hisoblasang, so'zim tugichi quloq solsan. Nomard bo'lsang, so'zimni anglashni xohlamaysan-da, meni tirik tutish qasdida bo'lasan. Babur Mirza to'xtab javob kutdi. Chiroyli yigit, so'zingni davomlashtir. Ovozingni yaqinlik ekan. Qani, Alloh baqay. Endi qechib qutlanmaydigan o'zingga ayon bo'lgan o'xshaydi. Dedi ot ustida gediyib o'tirgan Shaybonixon. Uning miyqidek kulkisi yo'g'on burun to'shiklarini kengaytib, yuzini tortishtirib qo'ygan edi. U g'azablanganda chiroyida ana shunday yaqimsiz kulki jillanadi. Sen Shaybonixon, mavara unnahirida paydo bo'lib qolgan zarlik yilonsan. Qushulda tilingni chiqarib nashtar salmagan Amir Temur avlodidan birormi odam qolmadi. Endi Chag'atay avlodiga nashtar tanlab turibsan. Nomard, sening nomardliging shu darajaga yetganki, aldangan mazluma onaga bergan va'dangdan vafo qilmay, begunoh sabiy inimiz Sulton Alini o'ldirdi. Yana qaysi begunohlarning beshiga chiqsan? Buni Xudo o'zi biladi. Agar senda qilchilik odamini g'urur boz maydonga chiq, bir erishib ko'raylik. Shaybonixon qoqoqlab kulib, qo'li bilan ishorat qilib edi. Bir to'p otliq qo'yindak yupurilib, Babur Mirzaga hujum qildi. Ko'silib turishgan Babur Mirzaning askarlari uni qo'g'dash uchun o'zlarini otdi. Saidxon sadaqni qo'liga elib, otni choptirganicha jang maydoniga tushdi. U o'zi sovg'a qilgan qilish bilan shuncha dushman askariga bo'y bermay jang qilayotgan Babur Mirzadan javobga erishgandek bo'ldi. Xiyolida qaysing Babur Mirzaning jini qasd qilmoqchi bo'lishi ekansan, jazoni yeysan deb yoning kirchini kerib o'qni batladi. Babur Mirza yondan kelib chapmoqchi bo'lgan dushmanning qo'lini yelkasidan kesib tashladi. Yana bir dushman uning beshiga umut urmoqchi bo'lib edi, qilich bilan qorinni chuvatdi. Saidxon opirin o'qib ixtiyorsiz holda otning tizginini qo'yibdi. Egiz bo'yliq bir dushman Babur Mirzaning kaynidan to'ydirmay kelib, nayza urmoqchi bo'ldi. Buni ko'rgan Saidxon tizginni tortib, etini to'xtatdi-da, tezlikda qoriga elib, sadoqdan o'q uzdi. Naysini Babur Mirzaning taqqining ostiga urmoqchi bo'lgan dushmanning gajgisi ko'ygandek bo'lib, ko'zlariga qorong'ulik tiqildi-da, kesilgan terakdek o'ngisi uchib ketdi. Babur Mirza uni Saidxonning o'qi yiqitganligini bilmadi. Dam oldiga, dam orqaga, goh o'ngga, goh so'lga ot yugurtib jang qilib, oxiri qo'rshovni bo'sib chiqdi. Shu asnoda Shaybonixon butun qo'shini bilan Sulton Mahmudxon askarlariga taraf-tarafdan hujum boshladi. Ikki yoqqa möktirib qo'ygan chavandozlarni siran solgancha bostirib keldi. 3 kun qattiq jang bo'ldi. Qadrdon do'sti Hasan Mirza dushman arsida qilib teni pora-pora bo'lib ketdi. 4-kuni sap buzilib, askarlarning qaytishga boshlaganligini ko'rgan Sulton Ahmadxon qilishni g'azab bilan sug'ordi. Dushmandan qochib qutulg'ili bo'lmaydi. Jang maydoniga mardlar chiqargan ekanmiz. Mardlarcha erishaylik. deb varqirab ot soldi. U nihoyatda mahir qilishbaz edi. Bo'rdek etilib kelgan dushmanni Sulton Mahmudxon tarafga yaqin yo'latmadi. U atrofga ko'z yugurtib, o'g'li Saidxonni ko'rolmadi. Shu chaqda shoir Ayozi Ahmadxonga o'zini etib, dushman bilan erishayotgan xonni o'limdan saqlab qoldi. Ahmadxonga etilgan yo o'qi Ayozining ko'ksiga tegib, dumbusdan chiqqan edi. U Ahmadxonning quchqidan shahodat etib jon uzdi. Saidxonni ko'zdan yo'qitib qo'ygan Babur Mirza birdilla uning sadoqni batlayotganligini ko'rib qoldi. Al yerdikango yeniga baray deb turishiga Saidxon o'q uzdi. Uning otgan bu o'qining Shaybonixonning mursiga tegdiganligiga hech kimning aqli yetmagan edi. Shaybonixon mursiga bir narsa qadalganligini sezib, otdan yiqilib ketmaslik uchun ko'mishdan qilingan egar beshini ching tutib oldi. Xon hazratlari, nurlarga o'q tegibdi. Bargoh qaytsak bo'g'dak. dedi uni qo'g'dab kelayotgan lashkarbeshi Jonibek Sulton va otning tizgindan tortib bargohga elib mangdi. Shaybonixonning tezde nayt ustalik bilan yo o'qini uning mursidan elib, yarg'a malham surib tengib qo'ydi. Aram olsala shohim, dedi Jonibek Sulton. Xorason Mavara unna yerini to'liq qo'limga kirgizmay turib, taqiy tutib, yetib kelishimni o'zimga harom deb bilaman. Menga o'q uzgan marganni darhol titik tutib dininglar.
Shaybonxonning chiroyida kulgan Jonibek sultonni xo'p deyishga majbur qildi. U bargohdan chiqib Sulton Mahmudxon askarlarining pitirab Baryonga qochqili turganligini, orqa-orqadan asirga tushayotganligini ko'rib, Shaybonxonga o'q otgan kishining yoshli yigit ekanligini boya bilgan bo'lsa-mu, uning Saidxon ekanligidan bexabar edi. U quyuq burtini salab qo'yib, bir to'p askar to'plashib olgan yerga ot chepib bordi. O'ttirda boya Shaybonxonga o'q uzgan yosh yigit bog'langan holda turardi. Ahmad Tanbalning askarlari uni salma tashlab, o'q etib yaralandirib tutib olgan edi. Birlari qilich urmoqchi, birlari nay sanjimoqchi bo'lib turishardi. To'xtanglar! Jonibekning ovozini anglagan askarlar jim bo'lishdi. Buni tezden bargohga elib minglar! Buyurdi u. Men elib boray! Dedi Ahmad Tanbal. Uning ko'zlari qonga to'lgan edi. O'zining asirga tushib qolgani qattiq echingan shahzoda levini tishlab asta mandi. Jang maydoni o'lik bilan to'shib ketgan edi. Ahmad Tanbal uni Shaybonxonning bargohi oldida to'xtatdi. To'shakda yenicha o'tirgan xon ko'z silib hayratda qoldi. Ajaba mening mush og'izdan sut temib turgan go'dak otdimikin? Kimning o'g'lidir bu? Etang nima? So'radi Shaybonxon ko'zga ilmagan holda so'g'uq nazar tashlab. Uning yelkasi qattiq og'rib turg'achqa chiroyidagi so'g'uq kulga g'oyib bo'lgan edi. Saidxon! Jarangli ovoz bilan javob berdi. Kimning o'g'li? Ahmadxon bin Yunusxon o'g'liman. Ha, mundoqda shahzoda. Nemish hamon o'qatdim. El yurtimning omonlik uchun. Tutulib o'ldirilishingdan qo'rqmadingmi? Jenimni elga tog'amman. Men xizmat qilishni xohlamsan. Yo O'zbekistonni tiningdan judo qilishni xohlayman. Shaybonxon cho'chib zuvon surmay turib qoldi. U bundoq javob olaman deb o'ylamagan edi. Uning xiyoliga Sulton Mahmud Mirzaning o'g'li Sulton Ali Mirza keldi. U men sizni ot tutish uchun onam bilan keldim degan edi. Saidxon bo'lsa yaralangan, qo'li bog'langan asir turibmi, tap tortmasdan o'ltirman deb atatdi. Shu arada bargoh oldi patparaq bo'lib ketdi. Jonibek kirib ta'zim bilan dedi: Shohib, Sulton Mahmudxon, Sulton Ahmadxonlar bola chaqalari bilan elib kelindi. Shaybonxon o'ri bo'lib cherilib o'tirdi. G'ulining og'ribatqanligiga qaramay qaqoqlab kuldi. Yigit, endi nima deysan? So'radi u Saidxondan. Xon tog'am otamlar asir tushgan bilan sana bosh egmaydi. Bosh egsiz shu. Men buni ko'rishni xohlamayman. Qaysar ishgansan shahzoda. Sen endi mening qo'limda qutulolmaysan. Dedi Shaybonxon ondan Ahmad Tanbalga qaradi. O zindonga tashlansin. Allah jenimni omon qilsa, sendan hisob olmay qo'ymayman. Uning bu so'zini Yasavulla yonab elib kelayotgan Sulton Ahmadxon angladi. Sulton Mahmudxon yardar bo'lganlik uchun anglay olmay qoldi. Uning beshiga potaqliq umid urilg'ashqa hushidan ketgan edi. Muhammad Yusayn Ko'ragan, Muhammad Said Mirza, Mirza Haydar va boshqa amirbeylar 15 ming askari bilan asir ilingan edi. Xonlarning onasi Shoh Begim, Sulton Mahmudxonning rafiqasi Robiya Sulton Begim, Sulton Ahmadxonning rafiqasi Xadija Sulton Begim, igichisi Mehrinigoh xonim, Xo'pnigar xonim, singlisi Xonimxon Begim, qizlari Oisha Sulton xonim, Ruqiya Sulton xonim qatorliq malik xonishlar va ularning farzandlari bor edi. Shaybonxon Oisha Sulton xonim, Xonimxon Begim, Ruqiya Sulton xonimlarni ishorat bilan to'xtatib oldi va ularni Jonbek sultonga topshirdi. Urush to'xtadi. Shaybonxon Sabg'ul daryosidan o'tib, yeshil to'plikka joylashgan Xo'jand qal'asining o'rdisiga kirib, hech kimni qabul qilmay bir kecha kunduz uxladi. Ikkinchi kuni tushdan keyin Sulton Mahmudxon Sulton Ahmadxonlarni o'rdiga chaqirdi. Sizlar mening qarindoshlarim, o'ltirishga qandaqmi qo'lim borsin? Javob berdi.
Hamda Allohning panohida texmi yaqin tuqqan bo'lib o'tayli. Men bunda qarorga keldim. Birinchi, sizlar Mo'g'ulistonga qaytib ketsizlar. Saidxon yerimda qoladi. Ikkinchi, bugundan boshlab Farg'onaning g'arbiga qo'shin tortib kelmaysizlar. Uchinchi, Oisha Sulton xonimni men amrimga olaman. Xanim Sulton begimni o'g'lim Temur Sultonga ilib berman. Ruqiya Sulton begimni Jonibek Sulton amriga oladi. Bu qarorimga ma'qul bo'lsanglar, so'g'u salom bilan obdan o'tib qo'yman. Ma'qul bo'lmasanglar o'zinglarning sho'ri. Akxonlar jinnida o'ltirib ketdi. Ularga ma'qul bo'lmoqdan boshqa chora yo'q edi. Yoqdaydigan bo'lsa, boshlaridan ayriladi. Hijriya 908-yili Shayban oyida to'xtam tuzilib, Sulton Mahmudxon, Sulton Ahmadxonlar to'xtamga qo'l qo'ydi. Bu to'xtam jang bo'lgan yerning nomi bilan Axshid to'xtami deb ataldi. Muhammad Shaybonixon 7 kecha kunduz to'y qilib berdi. Sulton Mahmudxon bilan Sulton Ahmadxon Mo'g'ulistonga yo'l oldi. Bilqut xazinasi. Muhammad Husayn ko'ragan o'g'li Mirza Haydar bilan O'shga qaytdi. Shaybonixon askarlarining qo'rshovini bosib chiqib ketgan Babur Mirza bilan Kabulga ketgan edi. Ahmad Tanbal Saidxonni O'xsiga elib berib, hokim Bayzidga topshirdi. Bayzid uni zindonga soldi. Anglayotganlar Biliq to'ridan anlatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. 14-bab. Altun Abdulla. Kuzning g'urg'ur shamli yem etilgan darizini sirtdan asta chekatdi. Dariziga tortilgan havorang parda uyga alohida zinnat kirgizib turardi. Bir yo'g'on chivin darizi ko'znikiga o'zini urib gijildashga boshladi. "O'sh, ajab bezor qildi-ku bu chivin", dedi Umma Gulsum lavlarini purishtirib. U chivinni urib o'ltirgidek bir narsa izlab uy ichiga qaradi. Qo'shramliq ikki darizining novat suyi bilan pardoz berib qotirilgan dakchillarida birdan gullik lo'nqi bor edi. Ishiga selib qo'yilgan rayhon gullardan taralgan xushbo'y uning dimiqiga urildi. Bir-birining ichiga ilingan yuq-yumaloq chambar qopartma qilib chiqarilgan to'ris qisilgan mis shamdondagi 12 tal sham pilildab kuyib uyni sust yo'ritgan edi. Parvona sham atrofida pirildab aylanatdi. Buni uning ichini pushirdi. Ko'zi xilma-xil naqsh kungura chiqirilib, nafs yasalgan agni shakllik mihrobga tushdi. Tavardan tikilgan zari chuchuluq yapqo mihrobga bakmi yarashgan edi. Bir yo'g'on qora o'michik tavar yapqoning ustidan tövanga tushib o'tadi. U ko'zini yumib oldi va o'zini qat-qat ko'rib silingan karavatga tashladi. Cho'g'dak Eron gelimi siliqliq uy ichi tip-tinch bo'lib, uningga xuddi go'rdak vahimalik ko'rinib o'tadi. O'zi xubtandan yong'anda boraman deb odam kirgizgan turuqliq nemishga kelmaydigandi. Yerim kecha bo'lib qoldi, kelmisi biroqmi kelmay qo'ysin, deb o'donshida ochiqlangan Umma Gulsum. U chivinnini o'ltirmadi. Qora o'mchikni elib tashqariga tashlab atmadi. Parvonag'imi tegmadi. Birdan buqildab qattiq yig'lab ketdi. Bu zolimning amriga o'tganimga 15 yildan oshdi. Balalarim cho'ng bo'ldi. Tunji o'g'limning to'yini o'tkazib oldim. U 105 bo'lib xizmat qilmoqda. O'zining otasi kim ekanligini texi bilmaydi. Xudoya, mendek ojiz mazlumni gunohi afo qilingan bandalarning qatorida qilgan. Balalarimni yaxshi tarbiya qilishimga madad bergin. Balalari ko'z oldiga kelib, xiyol yipi o'sildi. Mirza Babakir 15 yildan beri uni maxfiy xotin qilib kelib atadi. Hech kim uning nom ahvolini uqmaydi. Hatto o'z balalarini alohida o'rinlashtirilgan qo'roning qaysi mahallada ekanligini bilmaydi. U har payshanba oqshimi oldiga parda tortilgan mapiga tushib berib, balalarini yo'qlab qaytardi. Balalarga Büvi Aysxon otliq o'ttir yosh bir xotin qaraydi. U gachadak zodili zuvon surmaydi. Qaramto chiroydan ya xafa, ya xushal ekanligini bilgir bo'lmaydigan bu ayol ko'zlarini sanjib bezirib turadi. Ammo bolalarga yaxshi qaraydi. Osh tamqini vaqtida beradi. Keyin kechaklarini pokiza tutadi.
chiroyli cho'ng bo'lib atgan bu bolalarni ko'rgan kishilar mana shu xotinning bolasi ekan deb qolardi. Bolalarmi unga amriq edi. Mirzo Babakirning bundoq o'rinlashtirishi Umma Gulsumni kishilarga bildirmaslik tufaylidan edi. Qilchi ishmi Mirzo Babakirning nazaridan qochib qutulolmaydi. U Sultan Mahmud Mirzaning qizi Hurriqa begimni amriga olgan 5 yildan beri Umma Gulsumni bolalari bilan qo'shib ko'zdan yo'qotmoqchi bo'ldi. Ammo bu latofatlik ayolning sutdek oq badani, noz karashmisi, so'zlagan chog'dagi silkiti, jur'at bilan bergan maslahati oldida Mirzo Babakir undaq niyatdan ko'p qatim yongan edi. Hurriqa begim yosh ham chiroyli bo'lgani bilan Umma Gulsumdek nazokatlik chechan emas edi. Teni gul shahidek nozik bo'lsa-mu, Umma Gulsumnikidek toza to'lmagan edi. Erining quchqidan arslondek shumshib qoladi. Umma Gulsum bo'lsa, har qitim eri bilan birga bo'lganda o'zini uningga qizdek his qildiradi. Mana shu chog'dagi huzurni Mirzo Babakir hech nimaga tan qilmaydi. Gah xo'ylanib, gah nozlanib qiya beqishlari uni magnatdek o'ziga tortib oladi. Hech qaysi xotini bu kabi jalbkor emas edi. Shuning uchun Mirzo Babakir uni Xumar xotun deb atab olgan edi. Uni ko'zdan yo'qotmayli qolmasdan, balki o'g'li Ali Bekning to'yini qilishga yo'l qo'ydi. Xumar xotun, to'yga bu Aysixon ega bo'ladi. Siz faqat mehmon sifatida qatnashib bersiz. Salohiyatingizni oshkorlash, xun to'kilishga sabab bo'lib qolmasin. Buni esingizdan chiqarmang, degan edi u. Umma Gulsum mehmon bo'lib to'yga boradi. To'y yaxshi o'tdi. O'g'li Ali Bek to'yni yapti. Hech kim uni Mirzo Babakirning xoni ekanligini bilmadi. Kelin chiroyli qiz bo'lib, Nasriddin boy otliq savdogarning qizi edi. Mirzo Babakir bu to'yga nihoyat qimmatli sovg'a taqdim qilishga va'da qilgan edi. Bugun oqshom ana shu sovg'asini elib kelmoqchi edi. Umma Gulsum uni kutib kelmagan seri intizorlik elkida bo'lib o'tadi. Ish echildi. Mirzo Babakir bir Abduvani ko'tarib kirib keldi. Har qachon oldiga yugurib kelib ta'zim bilan kutib oladigan Amra xotinning karavotda un chiqmay yotganini ko'rib cho'chib ketdi. Xumar xotun, chaqirdi u qo'lidan tortib. Qaqoqlab kulganicha o'rnidan turgan Umma Gulsum shundoq silkab bilan baxtiki Mirzo Babakirning yuragi jig'hidi qilib ketdi. Jimmida yotganingizni ko'rib, biror ish bo'ldimi nima deb o'ylab cho'chib ketdim, dedi u. Oqshomdan beri yo'llarga talmirib o'lay dedim. Yana sal kechikkan bo'lsalar, jon qushim tenimdan uchib ketgan bo'ladi, Shohim. Umma Gulsum qo'ylanganda qilib, qora chachlari yetib turgan oq bo'ynini to'lg'adi. Amsa vaqtida ketdim-da. Yo'q, nada vaqtida bo'lsin. Hurriqa begimdan ayrilishga ko'zlari qiymay, kechikib kelishlari bu qitimlar emas-ku. Alilarni kutib tugishib ketadigan o'xshayman. Undaq bo'lmaydi, Xumar xotun. Xotunlar ichida sizni besib tushadigan yo'q. Garchi sizning xonishligingiz eldan maxfiy tutilgan bo'lsa-mu, men har vaqt chekinlik emas, sizga xumar bo'laman. Ammo men podshoh, sizni seg'ingan, sizni o'ylagan chig'imda el yurtni asdan chiqarsam, dunyoni asdan chiqarsam, dushmanlarimni asdan chiqarsam bo'lmaydi. El yurtning taqdiriga munosabatlik mening hal qilishimga tegishli ishlar oz emas. Uning ustiga siz mening xufiyoni igidorlik qiladigan xotunim. Men bugun o'g'lingizning to'yiga tap sovg'atni ana shundoq chigit sabablar tufayli kechikib kelib keldim. Mana qarang. Umma Gulsum uning so'zini anglab etib, marhum eri Temirbekning sepil ostiga besilganligini esladi. Mung'an qora ko'zlarida yoshlar xarladi. Shohim, tushundim. Sizlardan xafa bo'lsam, o'zimni nobud qiladi ekanman. Umr bo'yi xuddi zindondagidek bu uyda ko'zimdan yosh qurmaydiganligidan, erim bo'lsa-mu doim tanholiqimdan, hatto bolalarim bilan tomoqda belli bo'lolmay o'tib ketadiganligimdan zarlansam bo'lmaydi ekan. Meni sizlarga taqdir ana shundoq bog'lab qo'yibdi. Elib kelgan sovg'alar uchun rahmat. U burunga qo'yib qo'yilgan Abdullagan ko'z qirinimi salmadi. Ilohiy taqdir bitgan qismatlar bandalarni bir-biriga ana shundoq bog'lab qo'yib, charxiy falakni aylantiradi. Qon yosh bilan mu ha?
so'radi Umma Gulsum ig'ir tortib. Muloyim kinizak Dilarani chepib tashladilar. Janjigar hamshiralarni zindonga soldilar. Qari tunda, qari kegis ustida qari cho'modining harakatini ko'rib turg'uchi Xudo bu ishlarni ravo ko'rarmi? Xumar xotun, dedi Mirza Abubakirning qo'shuvmisini turib. Dilara isyon ko'tarmoqchi bo'lgan Sulaymon 105 bilan o'shqa kechib ketmoqchi bo'lgan tursa, o'ltirmasam bo'lamdi. Anam, ukang sana osiylik qilmaydi deb niyatimdan yondirgan edi. Lekin qandoq bo'ldi? Menga jonjigar ini bo'lg'ichi Said Muhammad Mirza osiylik qilib, Mavara unnahirga ketdi-ku. O kunlarning birida qilich ko'tirib, piyimni qirqig'ili kelmay qolarmi? Kimiki men qarshi chiqadi ekan, u haloq qilinadi. Xumar xotun, hamshiram Xon Sulton xonim boshdan oxiri mening ishimga qarshi chiqib keldi. Xorazmda bosh ko'targan Sulton Shaybon xonga yotliq qilmoqchi bo'lgan edim. U jon jahli bilan qarshi chiqdi. U ma'qul bo'lgan bo'lsa, Shaybon xon bilan birlashib, Xorazm, Xorasonlarini qo'lga kirgizatdim. U ma'qul bo'lmadi. Shunga uni zindonga tashladim. Shaybon xon oldin qayda Sulton Mahmud xon, Ahmad xon va uning o'g'li Said xonni 15 ming askar bilan asir oldi. Mana shundoq podshohga unimidi-da, aqli qisqa. Muhtaram buzuklar onamiz Jamak Og'chi Sulton xonim buni bilamdi shohim. So'radi Umma Gulsum ehtiyot bilan astig'ina. Hamshiramni Shaybon xonga yotliq qilish hurmatli onamning maslahati edi. Lekin u maraz unimidi, o'ziga qoldi. Men 5 vaqt namoz o'qib, jay namoz ustidan qo'pmaydigan u hamshiramni sharob ichishga majbur qilaman. Umma Gulsum andikib ketdi. Allah qanday hikmat bilan mushundaq rahimsiz bandasini yaratdikana deb o'yladi. Sal turib olib, ko'zlarini o'ynatgan holda so'radi. Musulmon turib musulmonga shundoq zulm qilsa bo'lamdi shohim? Bo'ladi. Men Shayxul Islomdan so'radim. U ati javob bermoqchi. Meningcha onasining gapini anglamagan farzandni chanamasam o'g'il bo'lmaydi. Umma Gulsum bu to'g'riliq eg'iz ochgandan afsuslanib qoldi. Shohim, tamoq yemdilar. Nadiq tetiksiz gaplarni qilib taqildayotgan nafsini besib qo'ydingiz Xumar xotun. Umma Gulsum uning gapining tagida gap borligini bilib, pisingida kulib qo'ydi-da, yerga tegib turgan uzun oqshoyi ko'ngligini silib, zangarang ish ko'ngligi bilan qoldi. Yerib charchaganlar shohim, badallarini tutib qo'yay. Debla Mirza Babakirning shohona kiyimlarini soldirib atdi. Sharobingiz yo'qmi Xumar xotun? 7 yillik musallas bor. Umma Gulsum das o'rindan turib, javandan qaramtul kahrivodek yaltirab turgan bir xumzini oldi. U har navbat bu sulton erini kutib olishga alohida boshqa turatdi. Uning ko'nglinimi, og'zinimi, uchisini xush qilish uchun belgilangan ayol xizmatchilarni taraf-tarafga avatib, lozimli narsalarni oldiratdi. Bu bir xumra musallasni u Xotandan oldirib kelgan edi. Umma Gulsum kumushchiniga beliq ko'zi bilan musallas qo'ydi. Shohim, farzandlik bo'lishimiz uchun ishlayla. U Mirza Abubakirning ko'zi qarab turib, ko'ngligini misol qildi. Belqut xazinasi. Butun Xorazm, Mavara unnahirga podshoh bo'lishim uchun ishlay. Mirza Abubakir tinmasdan bir chin musallasni ichib tugatdi. Amdi xumarim tutishga boshladi Xumar xotun. U ikkinchi, uchinchi chinini bo'shatdi-da, o'zining kalti ishtindan boshqa kiyimlarining soldirib yetilganligini ko'rib kulib ketdi. Mirza Babakir yenida nozlanib yotgan Umma Gulsumga ko'z solgan holda qaqoqlab kulib, og'izdagi musallasning qoldiqini purqivatdi. Ajab ayolsanda Xumar xotun. Vardon qoslab o'ldirgan eyiq Sodiq xotundek, menga sodiq bo'lib jondan kechalamsan. Keşmandigan shohim, bir beshim emas, 15 bo'lsin siradan aylansin. Mirza Babakir Umma Gulsumdan ko'p rozi edi. Umma Gulsum Mirza Abubakirning boshqa xotinlardan qomatlik, tambal bo'lg'achqa, uning xohlagancha nafsini qondirishga qodir edi. Shu sababdan bo'lsa kerak, Mirza Abubakir tushangil bo'lmaydigan bu shum eg'iz xotinni o'ldirib yetish niyati kelgan bo'lsa-mu, o'ldirmay saqlab kelyotdi.
Altın Abduvunu şunun üçün sovg'a qilgan edi. Mirza Babakir tang saharda yuyunib bo'lib kiyimini kiydi de sirtda kutib turgan mulozimlar bilan o'rtaga keldi. Dal shu chaqda bomdodga azon chiqdi. Ko'zning g'o'r-g'o'r shamli u namoz o'qib bo'lgacha masjidning kungurlik darizalaridan kirib qizigan teniga o'rilib turdi. Duo qilayotganda ikki tomchi yosh nangizdan sirg'ib qora soqoliga tushdi. Iloha, gunohimni kechirgin. U bandotdan yenib udul zindonga keldi. Zindon boshlig'i Pakar semiz gavdasi bilan tukilib, titirgan beti buyruq kutib tizlandi. Mirza Babakir so'radi. Xon Sultan tamoq yemagili qancha kun bo'ldi? Shoh oliyli, buyruqlar bo'yicha tamoq bermaganimizga 3 kun bo'ldi. Tunigundan beri to'la noli qilib, bir qo'shiq suv bo'lsin beringlar deb qoqshab ketdi. Hozir bir chin sharob keltir. Xo'p, shoh oliyli. Zindon boshlig'i bir chin sharob elib keldi. Eshikni och. Xo'p, oliyli. Qulupning sharaqlashi bilan tang ishga chaldi. Tang yo'rg'an bo'lsa-mu, zindon qorong'i edi. Chiroq To'lidi Mirza Babakir. Zindon boshlig'i hayol o'tmay jinchiroqni yiqib keldi. Ha, mehribon hamshira, qandoq turdingiz? Allah panohida mana shundoq turibdi men sulton. Ojiz bir ovoz Mirza Babakirning quloqiga kirdi. Rangi sarg'ayib samondek bo'lib ketgan bir ayol ko'ni kigiz ustida yukinib o'tiradi. Ehtimol ibodat qilayotgan bo'lsa kerak. Hamshira, men sizga sharbat elib keldim. Chanqab ketgandek tursiz, ichib eling. Ayol ikki qo'li bilan yerni terab o'rnidan turdi-yu, santurlib tamni tutib oldi. U chinni qo'liga elib og'ziga yaqin opirib yerga tashladi. U Allohdan qo'rqmaydigan zolim. Allohdan boshqa hech kimdan qo'rqmayman, dedi Mirza Babakir uningga yaqin kelib. Sen Shaybaxonga yotliq bo'lishni qabul ko'rmasang, echirqab, chanqab o'lasan. Mo'sh soatdan boshlab sana sharobdan boshqa narsa berilmaydi. Meni zo'rlama, qonxo'r, dedi ayol birdan unsilib yig'lab. Shaybaxonni sana o'xshash zolim. Uning xotin bo'lishdan o'limni afzal ko'raman. Chiqib ket, ikkinchi ko'zimga ko'ringichi bo'lma. Qiyomat kuni Alloh qozi bo'lib yaxshi-yomon ustidan hukm chiqariladigan kuni sen bilan bir uchrashtirishni ol yaratqich egamdan tilayman. Men chiqib ket, chiqib ket. Mirza Babakir ochiq ko'rdi. Sen har qancha johillik qilsang-mo, oshiqing Zayniddin Barlas bilan endi qo'shila olmaysan. Bilib qo'y. Tunugun kecha u seni qutuldirish uchun mush zindon temidan tushayotganda tutilib 5 tindi judo qilindi. Xudo. Mirza Babakirning so'zini Xon Sulton xonimning faryodi besib ketdi. Anglayotganinglar biri qutordan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Umma Gulsum Mirza Babakirning chiqib ketganligini to'yib yotdi. U qattiq charchab ketgan edi. Yeniq o'rilib darizaning pardasini qayirdi. Ko'kda parlab turgan cho'lpon uningga ko'z qisqandek qoldi. Namoz bomdodqichi yo'nib poklanib olay. Pastini yuzim bilan cho'lponga ajab qarab soldimi? Umma Gulsum pardani qo'yib etib, asta o'rindan turib, xos uyga yondosh silingan dahlizga chiqdi. Bayatın o't yiqib, hammomni isitib, uning chiqishini kutib turgan mulozim ayollar tosh sipigan ikki chelak suv chechib edi. Pajildigan ovoz dahlizda turgan Umma Gulsumni cho'chitib atdi. Endi chiqib ketinglar. U mulozim ayollar chiqib ketgandan keyin tosh sipidan hur ko'tarilib turgan hammomga kirdi. Umma Gulsum kumush abduva bilan beshiga issiq suv quyib etib, buquldab yig'lab ketdi. Balalarimni salomat cho'ng qilib berishni o'ylab, 15 yildan beri rahmatlik erimning qotili Mirza Babakirga xubiyona xotin bo'lib keldim. Endi balalarimga ayni ahvolni aytib, bu zolimdan qisos olmasam, Allohning bilan narsida balalarimga bergan ahdamga xiyonat qilgan bo'laman. Umma Gulsum suv bilan emas, ko'z yoshlari bilan yuyinib hammomdan chiqdi. U qat'iy irodaga kelgan edi.
o'ttir yoshlik ayol xizmatkori Jamila xonni chaqirib buyurdi. Mapga soyib qadam, mapini qassun. Xo'p, xanim. Umma Gulsum qari ipak raqdan tikilgan uzun ko'ylagini kiyib, oq ro'molini artdi. Shu asnoda Mirza Abubakr elib kelgan oltin Abduvaga ko'zi yugurdi. Abduva chiroyli yasalgan edi. Oyog'i taxt shaklda bo'lib, bir yerga qo'yishga aplik edi. Bilqut xazinasi. Abduva ustiga chiqarilgan har xil naqshlar kishini hayron qoldiradi. Umma Gulsum berib Abduvani ko'tarmoqchi bo'ldi. Tast ikki qo'llab ko'tarib qo'yib qo'ydi. Bakli ig'ir edi. U Abduvaning og'zini ochib qarab, yaltirab turgan o'nchi marvoyitlarni ko'rdi. "Pah!" devatdi Umma Gulsum. U kechida nozli xo'ylanib, Mirza Abubakr elib kelgan Abduvaning sap oltin ekanligiga ancha ishonmagan edi. Ko'rib turibdiki, mis yoki tuch emas, Abduva oltindan yasalgan edi. O'g'limga elib baray, buni Allohning bergani. Ahvolni u uqsa nima darkin, qo'y payli menga toza ma'lum emas. Xanim, mapga soyib peshayvonda o'zini saqlab turdi. Jamil xonning so'zi uning xiyolini bo'lib-o'tdi. Nima? Mapini tayyor qildimi? Yeni chiqarib so'radi Umma Gulsum. Jamil xon ta'zim bilan javob berdi. Otni mapga qo'shishdan burun xanim bilan ko'rishimsan bo'lmaydi deydi. Umma Gulsum peshayvonga chiqdi. Mapga soyib, mapiga tushib, cho'ng o'g'lim Ali Begning qishig'a Shah Mirza Abubakrning sovuqsini elib bormoqchiman. Sovuq hujramda elib chiqing. Mapkash bir nim demoqchi bo'ldi-yu, gapini ichiga yutib etib, uning ko'rsatishi bilan Abduvani tas ko'tirib, o'yliga elib chiqib, gilam silingan ustiga qo'ydi. "Men otni qo'shib mapini elib kelay, xanim." Umma Gulsum texicha mapini tayyor qilmaganlikning sirini tushunganda qilib yun chiqmadi. Ayol o'tmay ko'ldirmaning jiringlagan ovozi anglandi. Qamchining qarsildigan ovozi chiqdi. "Map tayyor bo'ldi, xanim." dedi egilib mapga soyib va oltin Abduvani ko'tirib mapining ustiga oldi. Umma Gulsum Jamila xon bilan mapiga chiqib, oldidagi pardasini tushirib o'tirdi. Mapga soyib Afg'on edi. Mirza Abubakr Badaxshonga lashkar tortib borganda uni asir qilib elib kelgan edi. Bu yuvosh, ho'kizdek ishlaydigan yigit dastlab zindonda gunduboy bo'ldi. Keyin o'rda ishini supirdigan malaylarga qo'shilib qo'yildi. Seriq soqol, bo'yliq bu odam Mirza Abubakrning nazarini tortdi. Uni maxsus Umma Gulsum tushadigan mapini haydashga qo'ydi va uningga o'zining buyruqsiz bir yerga bormasligini, belgilangan vaqtdan boshqa joylarda bir yerga berishga to'g'ri kelsa, so'rash lozimligini. Bo'libmi, bu Aysixonning uyiga payshanba kunlaridan boshqa vaqt zodili bormaslikni qattiq chekilgan edi. Bu chaqcha yuqoridagi belgilamlarga xiloflik qilmagan mapkash sohib xanimning bugun atdigandala bu Aysixonning uyiga bormoqchi bo'lgandan gumonlanib cho'chidi. Mirza Abubakrning sovuqsini elib borganligini anglab, sultonning buyrug'i shunday bo'lishi kerak degan o'yga keldi. Uning andisi tuggan bo'lsa-mu, toza xotirjam bo'lolmay, mapini haydab mangdi. Umma Gulsum map to'xtag'ichi bolalarga nima deyishni, qanday maslahat berishni, nima uchun bevaqt kelganligini, Mirza Abubakrni qanday tushuntirish kerakligini o'ylab, sirtqimi tuzukini ko'z solmadi. "Xanim, yetib keldik." U temir xalqliq cho'ng darvoza oldida mapidan tushdi. Mapga sohib yem etilgan darvozaga bir qarab, ondan bosh serib turdi. Darvozani qiqing. Buyurdi Umma Gulsum mapidan tushib. Mapga sohib darvozaning halqasini bir-biriga urdi. Xeyli vaqtdan keyin darvoza g'ij qilib qiyo ochildi. Kim? Bir ayolning ochiqlangan tarzda chiqqan qo'pol ovozi anglandi. "Umma Gulsum xanim, Shah Mirza Abubakrning sovuqsini elib keldi. Darvoza cho'ng için qadrlikim." Darvoza cho'ng ochildi. Umma Gulsum qor yo'lliq atlas ko'ylak kiyib, beshiga kashmir yog'liq selib olgan bu Aysixonni ko'rdi. "Assalom xanim, harmag'ayla." "Tesh turg'ayla Aysixon acha."
Bu kemgacha kelsa zuvan sürmey göz yeyip turaveradigan bu xotinning birdilla tili chiqib qolganidan Umma Gulsum hayron bo'ldi ham cho'chidi. Xanim, adabsizlik qilganimni kechirsizlar. So'rimsam bo'lmaydi. So'g' elib keladiganliklaridan sultan bizni xabarlantirmagan edi-ku. Sultan kechichi yenimda bo'lib sahar ketdi. Bu so'g'ini o'g'limning to'yini muboraklab elib kelgan ekan. Kechkish kutishga qandoqmi taqat qilay? O'g'lim Shahning bu marhamatidan bururroq xushal bo'lsin deb attigan elib keldim. Shah san xabar qilgan edi. Bu Aysxon Mafika soyibqa tabassum bilan tikildi. Ya xotin, kechida sultanning bu oltin abduvani mulozimlar bilan elib kelgani rost, lekin menga boshqa gap qilmagan edi. Ha, dedi bu Aysxon. Sultanni biz xabarlantirib qo'ysak bo'lg'adek. Umma Gulsum Mafika soyibning bu Aysxonni xotun deb atishidan texim hayron bo'ldi. Bu vaqtga qadar bularning er-xotin ekanligini u zodili bilmagan edi. Xanim, hayron bo'lmasalar, sultanning tayin qilishi orqali sohib bilan turmush qurganimga 3 yil bo'ldi. Ammo bola yuzi ko'rmadik. Xudoyim sizning bolalarini beqishni peshonamga putib etgan bo'lsa kerak. Ajoyib ish. O'ylaga kirib ketayotgan Umma Gulsum. Bu hayot nimandaq sirliqdi. O'g'illarim tinchamanmi? So'radi u bu Aysxondan. Avval Xudo, ondan qol sultonimizning g'amxo'rligi bilan farzandlarining hammasi salomat o'pdan turdi. Hozir bog'da aksidan qilishvozlikni o'rganyotdi. Ular har kuni attiganlik noshtadan burun ana shunda qilishvozlikni mashq qilishidi. Kelin xanim Mobak o'pdan Ali bek bilan oshiq mashqning o'zi. U javuldab so'zlab qo'shib qo'ydi. Burun nörməs bu xutun, həcəb vıtıvalaqtək vatıldaydığan bulub ketibdi deb qalğanlar xanim. Qazqaç bulub yürüşmü, vıtıvalaqtək toxtumay javuldaydıgan bulub qilishmi, təxtir qismətdin. Sizə yaqınlıq bulub qapdılar Aysxon acha. Oğullarımның aldığı başlap kirsələr. Ma'qul xanim, dedi u və Mafika soyibga qaradi. Sən darvozaga hezi bol. Hozir sovg'atni Mafika soyibdan boshqamiz ko'tarolmaymiz. Sovg'atni o'g'limga topshirgandan keyin darvoza qarisin. Ma'qul xanim, undaq bo'lsa o'g'illarga o'zlarining kelganliklarini aytay. Ular oldinlariga chiqsin, o'zlari mehmonxonaga marhamat qilsalar xanim. Kang peshayvonlik mehmonxona bog' bilan ho'ylini ayirib turadi. Ho'yla bedishga elingan uzum teli bilan qorong'ulashib qolgan edi. Talla peshayvon o'gisiga yalmashgan edi. Sapaq uzum marvoyit so'kidek yaproqlar orasidan sangilab turadi. Biliq chirkida ovozga elinib, biliq to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchilari Hoji Mirzahid Kerimi Saud Davudlarning Millatlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Saidixon nomli romanini bugun musherga anglatdi.